Bugun ikkinchi kun o'rtoqlar va ertalabda, erta tongda sayrga chiqdik. Andijon juda ham o'zgarib ketgan o'rtoqlar, juda ham chiroyli binolar qurilgan va bitta narsaga qoyil qoldim. Hozirda mana bunaqa yangi binolar qurilishda juda ham dizaynga e'tibor berishyapti ekan. Ya'ni har bitta qurilayotgan binolar bu xuddiki san'at asari deb. Sayr qilib yurib, aylanib men o'qigan kollej yotoqxonasiga kelib qoldik o'rtoqlar. Mana o'sha kollej yotoqxonasi, ya'ni san'at kollej yotoqxonasi 10 yilcha bo'ldi shekilli, 10 yil avval mana shu yotoqxonada yashaganman o'rtoqlar. Mana bu ikkinchi qavatda turardik biz. Mana bu kech payt chiqardik sayrga. Bu tarafda hojatxona bo'lardi. Yuragimning qardog'isan, jon Andijonim, jannat yurtdan ko'ksidagi yutolmam jonim. Nechchi bo'lding qancha istedodlarga. Do'stlar, hozir onam bilan Andijon Bo'z tumaniga keldik. Bu yerda umuman tanib bo'lmaydigan darajada qaranglar. Juda katta masjid. Bordir ovoz sening. Hayotning har jabhasida yuksak parvozing. Bu yer o'rtoqlar opoqimning uyi va kichkinaligimizda, yoshligimiz mana shu yerda o'tgan o'rtoqlar. Mana shu yerlarda o'ynab katta bo'lganmiz. Mana shunaqa joylarda yoshligim o'tgan o'rtoqlar. Kechagimiz yodimda bari Omonlari qiynab o'tirdi Qaytib ketgan bahor singari Bo'shlik izini tashlab ketadi Kechagidek yodimda bari